hozir chalka olib kelishdi, trosmi, pogrudchik tortadi oldidan sal. Chunki oldi chap taraf baloni qorga siyg'anib chuqurga qarab ketyapti ekanda. Shuning uchun men orqadan sal yordam beraman, oldidan pogrudchik sal tortadi o'ng tarafga. Shunda chiqib ketadi inshaalloh. Endi yo'l yo'qda yonidan. Yo'l bo'lganda o'zim oldiga o'tib, har doimgidek kuzovni ichiga kovushni qo'yib sug'urib olardik yerni ichidan. Atak iloji yo'q hozir. Shuning uchun men orqasidan yordam beraman, pogrudchik oldidan sal tortib rolini to'g'rilab beradi. Chiqib ketadi inshaalloh. Shunaqa gaplar. Shu holatda tortaverasizlar, bemalol itaverasizlar, tortaverasizlar. Agar oldida yo'l bo'lsa, shu holatda oldiga o'tib turib videolarimiz bor, bemalol kirib, haligi yangi ekskavator o'rganayotganlar ko'rsalaring bo'laveradi-da. Orqasidan itargandan oldiga o'tib kuzovni ichiga kovushni qo'yib tortgan afzal, 100% ham foyda. Kovushni shunday qo'yasiz, tuproqni ichigami yoki kuzovni ichiga qo'yib turib, kabinani sug'urib olmaysiz. Kuzovni ichiga qo'yib, o'zingiz sekin orqaga yurasiz. Yursangiz o'zi sekin tortib oladi. Qani ketdik. Bismillah. Uni qizil lenta tortib qo'yishgan-u. Qizil lenta tortib qo'ygan, undan u yog'i sirazi uklonda atkos. Bu yerda voditel yaxshi, opiti zo'r. Prosta mashinani o'zi siyg'anib ketganda muzlama yer. -25-30 bo'lyapti-da. Kunduzi hozircha unchalik emas. -20-22. Mashina o'zi siyg'anib ketib, ashaq eplolmay qo'yganda. Atak akaxon baydan bir kunda 1000 marta tushib chiqadi. Davay, pogrudchikni o'zi bukset qilyapti. Men to'xtasam pogrudchik tortolmayapti. Pogrudchik ham siyg'anyapti-da, yo'lning usti asfalt qor. Mana shu yerga kirib ketganda, ana chuqurga. Shu yerga kirganman. Mashinaga oldi tortib o'rganda, iloji yo'q, keyin turib qolganman shu yerda. Agar Xudo asrasin bu yerdan tushib ketsa, qorda ko'rinmayapti-da, 10 metr, 12 metr tas. Kirib ketadi. Ehtiyot olasizlar, sovuqlarda ishlayotganlar.